Muso payg'ambarda bir rivoyat bordi. Kunlari birida chiqib Allohdan so'rab, Alloh bandalaring orasida meni aziz mukarram qilib yaratding. Kelajakda meni joylarim jannatlardan tayinlading. Lekin menga aytchi, jannatda do'stim kim bo'ladi? Qadrdon birodarim, mehribonim, qo'shnim jannatda kim bo'ladi Alloh desa, Alloh aytdi, Muso, seni jannatdagi do'sting, birodaring, mehriboning yer yuzini falon shahrida. O'sha shaharning falon bozorida qassoblar rassasida bir yosh do'konda o'tirgan qassob yigit jannatdagi do'sting, mehribon, qadrdoning bo'ladi. Ertasiga Tur tog'idan tushib Muso payg'ambar haftalab, oylab yurib xullas kalom u shaharni borib topdilar. Sekin bir rastalarni kuzatib borib qassoblar rastasidan uzoqdan tikilib qarab bir yosh cho'ponda o'tirgan yigitning ko'zlari chiqdi, yuraklari shig' etib sekin oldiga borib kimlarni aytmabdilar, o'g'lim assalomu alaykum. Men bir uzoqlardan kelgan musofir odam deyib, keling otaxon, musofirman dedingiz, musofir